Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Men Angren quruvchilar boshqaruvchisi Azimov Botirjonovman. Bugungi navbatdagi tadbirkorlar qabulida qator Prezidentimiz tomonidan qator o'zgarishlar, qator qarorlar belgilab berilyapti. Ya'ni hozirgi kunda imtiyozli kreditlarga kelgan bo'lsak, bugungi kunda bizga 302 sonli qaror bilan berilgan kreditlar bor. Fermer xo'jaligi bo'ladimi yoki nima bo'ladimi? Fermer xo'jaligi bo'ladimi, yaksida bo'ladimi, yoki tartibda aytamiz, fermer xo'jaligi bo'ladimi? O'zini faoliyati bo'yicha nima yo'nalish bo'ladigan bo'lsa, aylanmalarga ham, mas'uliyatga ham shunaqa kreditlarimiz ham bor. Bundan tashqari ayollarga ligota berilgan 2%, ya'ni 21% kredit berilgan bo'lsa, agar tadbirkor ayol kishi bo'ladigan bo'lsa 19%dan qilib beradi.